Selam obunachilar. Mana nihoyatda yetdim. Bir kun deganda mana ishladi. Unchalik yaxshi bo'lmasa ham. Mana bu oshxona bir joyga. Bu esa merning bolasi shaharda ekan. Bu xona esa yuvinish xonasi, hojatxona, hammasi bitta. Endi bu yotoqxona. Bombosh. Mana merdan bir pulni olib kelaydi. Qani obunachilar. Sizlar menga endi ondan birgacha baho berasizlar. Hozir. Bitirib bo'ldingmi? Qanchalik sabrsizlik bilan kutyapman. Bo'ldi siz. Allaqachon bo'lganman. Yo'q, mayli. Mana bu yerdan mayli, sen xohlagandek 5 taga meni qo'yin ol. Rostdanmi? Ha, albatta. Ertadan sen dehqon bo'lasan. Nega? Kompyuterda ishlasam. Endi bugun ishimni davom ettiraman. O'zingga telefon qilib. Meni ishlarimni qilishing shart. Bu qishloqda yashayapsan. Hamdasa soliq ham to'laysan. Qancha? Yiliga 1 taga meni qo'ydi. Yaxshi. Bu yil sen uchun tegib, menga uy qurib berding. Mayli bo'pti. Sandiqdan pulingni ol. Hop. Uhu. Canım. O'zim bir tekshirib ko'raman. Agar bittasi kam bo'lsa, qishloqdan surka qovuraman. Janob mer, siz juda ham boy ekansiz-ku. Deyt. Yo'q. Qani o'tkazaylik. Mana oldim janob mer. Endi dam olyaptim. Ertaga o'zingga bos qurasan. Hop, mayli bo'pti. Mana bu uyni. Sizdir işte. Bu uy menga mos edi. Endi menga farqi yo'q. Ketdim endi uyimga. Salom jonajon uyim. Va nihoyat yetib keldim senga. Bir mazza qolay. Mana bu yerda yog'och ekan. Wow. Yotibman. Xayr, hammaga e'tiboringiz uchun rahmat.